Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Nihoyat bugun 11-iyun kunidan uzoq kutilgan jahon chempionati boshlanadi. Ushbu videoda guruh bosqichining birinchi turida bo'lib o'tadigan barcha uchrashuvlar, o'yinlar sanalari va O'zbekiston vaqti bilan boshlanish vaqtlari haqida ma'lumot olasiz. Demak, boshladik. Bugun 11-iyundan 12-iyunga o'tar kechasi soat tungi 12:00 da boshlanadigan Meksika va Janubiy Afrika o'rtasidagi bahs bilan rasman 2026-yilgi jahon chempionati start oladi. Ertaga 12-iyun kuni tongi soat 7 da Janubiy Koreyaning Chexiyaga qarshi uchrashuvi boshlanadi. 12-iyundan 13-iyunga o'tar kechasi yarim tunda tungi soat 12 da Kanada Bosniya va Gersegovinaga qarshi maydonga tushadi. 13-iyun kuni ertalab soat 6 da Amerika Qo'shma Shtatlari va Paragvay o'rtasidagi o'yin boshlanadi. 13-iyun kuni ertalab soat 9 da qardoshlarimiz Turkiyaning Avstraliyaga qarshi bahsi boshlanadi. 13-iyundan 14-iyunga o'tar kechasi tungi soat 12 da Qatar Shveysariya uchrashuvi boshlanadi. 14-iyun kuni tongi soat 3 da 5 karra jahon chempioni Braziliya Marokashga qarshi maydonga tushadi. 14-iyun kuni ertalab soat 6 da Gaiti Shotlandiya o'yini bo'lib o'tadi. 14-iyun kuni kechki soat 22:00 da Germaniyaning Kurasaoga qarshi bahsi boshlanadi. 14-iyundan 15-iyunga o'tar kechasi yarim tunda soat 1 da Niderlandiya Yaponiyaga qarshi bellashuvi boshlanadi. 15-iyun kuni tongi soat 4 da Cote d'Ivoire Ekvador uchrashuvi o'tkazilishi belgilangan. 15-iyun kuni ertalab soat 7 da Shvetsiya Tunisga qarshi maydonga tushadi. 15-iyun kuni kechki soat 21 da amaldagi Yevropa chempionlari Ispaniya Cabo Verdeni sinovdan o'tkazadi. 15-iyundan 16-iyunga o'tar kechasi tungi soat 12 da Belgiya Misr bellashuvi boshlanadi. 16-iyun kuni tong sahar soat 3 da Saudiya Arabistoni Urugvayga qarshi bahsda ishtirok etadi. 16-iyun kuni ertalab soat 6 da Eron Yangi Zelandiyaga qarshi maydonga tushadi. 16-iyun kuni ertalab soat 9 da Avstriya Iordaniya qarama-qarshiligi boshlanadi. 16-iyundan 17-iyunga o'tar kechasi tungi soat 12 da Fransiya Afrika chempioni Senegalga qarshi maydonga tushadi. 17-iyun kuni tong sahar soat 3 da Iroq Norvegiya uchrashuvi boshlanadi. 17-iyun kuni ertalab soat 6 da amaldagi jahon chempioni Argentina Jazoirga qarshi maydonga tushadi. 17-iyun kuni kechki soat 22 da guruhdoshlarimiz Portugaliya Kongo Demokratik Respublikasi uchrashuvi boshlanadi. 17-iyundan 18-iyunga o'tar kechasi tungi soat 1 da Angliya Xorvatiya bahsi boshlanadi. 18-iyun tong sahar soat 4 da Gana Panama qarama-qarshiligi start oladi. 18-iyun kuni ertalab soat 7 da boshlanadigan O'zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi o'yini bilan birinchi tur uchrashuvlari yakunlanadi.